Zinnura men sizga yomon niyatda video qo'ymayman. Rostdan sizni yoqtirib qoldim. Keyin siz o'zingiz sharmanda qilmayapsizmi mabodoga? Internet tarmoqlarida shov-shuvga aylanib borayotgan Zinnura hamda MMA jangchisi o'rtasidagi ishqiy muhabbat tarixi avj olib bormoqda. Bu MMA jangchimiz tinmay Zinnuraga sevgi muhabbat izhor qilmoqda. Lekin Zinnura hali ham bu bolaning sevgi muhabbatini rad etmoqda. Nafaqat rad etmoqda, unga hech qachon turmushga chiqmasligini ham aytib o'tmoqda. Bu shovvoz esa hech qachon fikridan qaytmaydiganga o'xshaydi. Do'stlar, videoni ko'ringlar va like bosishni unutmanglar. Zinnura men sizga yomon niyatda video qo'ymayman. Rostdan sizni yoqtirib qoldim. 2-3 insonni eshitdim sizda. Gapirgan gapingizga desva qiladigan insonsiz. O'zim ham kuzatganman sizda. Menga bo'lgancha hayotingiz qiziqtirmaydi. Agar xo'p desangiz, ko'rishamiz, gaplashamiz. Yulduzimizga to'g'ri kelsa, bu yog'i nasib to'y. Nima deysiz? Direktda javobingizni kutaman sizni. Sizga yomon niyatim yo'q. Prosta turmushga chiqasizmi menga degan taklifni berdim. Yo'q, men turmushga chiqmayman. Nimaga men turmushga chiqishim kerak? Ko'rmagan, bilmagan, tanimagan odamga. Bundan keyin mendan yosh ancha kichkinagina internetda turib olib bla 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 bla. Zinnura Saudiya Arabistonga ketibdi. Icho nima qildi? Arab tilini o'rganishga. Icho nima qildi? Ketgan bo'lsa, men o'zim uchun ilm olgani ketdim. Zinnura men sizga yomon niyatda video qo'ymayman. Rostdan sizni yoqtirib qoldim. 2-3 insonni eshitdim sizda. Gapirgan gapingizga desva qiladigan insonsiz. O'zim ham kuzatganman sizda. Xo'p, gapirgan gapimga desva qilsam, men nima va'da berdim bu bolaga? Etinglar boshidan quyosh o'tibdi, bu xulovatni uyg'otib yuboringlar, kimdir buni qo'lidan telefonni olib qo'ysin. Yo'q, men turmushga chiqmayman. Nimaga men turmushga chiqishim kerak? Ko'rmagan, bilmagan, tanimagan odamga. Bundan keyin mendan yosh ancha kichkinagina internet. Men sizga nima yomonlik qildim? Prosta menga turmushga chiqasizmi degan taklifni bildirdim, bo'ldi. Yoshi ancha kichkina debsiz. Ha, men 28 ga kirdim. Xalqqa o'zingizni bunaqa sharmanda qilmang. Xalqqa o'zingizni bir kampirday ko'rsatyapsiz. Ko'rinishingizdan 17-18 yosh qizga o'xshaysiz. Keyin onasini qornidan hech kim tanish bo'lib tug'ilmagan. Xudo xolasa kelsangiz, Saudiya Arabistondan ko'rishamiz, gaplashamiz, dardlashamiz. Bir-birimizni to'g'ri tushunsak, nasib to'y. Nima dedingiz? Kichkina debsiz. Ha, men 28 ga kirdim. Xalqqa o'zingizni bunaqa sharmanda qilmang. Xalqqa o'zingizni bir kampirday ko'rsatyapsiz. Ko'rinishingizdan 17. Menga qarang, ukajonim, to'ppa-to'g'ri ko'rinishimdan va fikrlashimdan 50 yoshlilardan aqlliman, ko'rinishimdan 17-18 yoshlilar meni yonimda choy tashiydi kerak bo'lsa. To'ppa-to'g'ri. Tak что xuddi shunaqa bo'lganimdan keyin nega men sizdan ham yoshini xohlamay? Menga 28 yosh уже qaralik qiladi. Nega men shuncha yil o'zimni avaylab, asrab yashirganman-da, hamma narsaga o'zim erisharkanman-da, men ham yosh kattasiga turmushga chiqishim kerak. Men ham maktabni endi bitirganiga ko'ndirib, oyisini ko'ndirib bo'lsa ham, roziligini olib bo'lsa ham turmushga chiqishga aqlim yetadi. Keyin siz o'zingiz sharmanda qilmayapsizmi mabodoga? 2 kun oldin Durdona uchun joningizni fido qilib, men nima qilaman sizdagi? O'sha 28 ga chiqqansiz, вообще-то menga kerak emassiz. Boringda Durdonaga yalinib, nima qilib bo'lsa ham, yig'lab bo'lsa ham